Bugundan boshlab Gazprom servisida diagnoz qo'yilgan avtomashinalarda switchlar o'rnatilgan bo'lsa, Irizon firmasini original 1 oydan 6 oygacha garantiyali switchlarni ham qo'yishda yo'lga qo'yapmiz. Sababi bizga uni originalligi 1 oydan 6 oygacha garantiya berganligi, oddiygina o'zimizni GM mashinalaridan inovatsiyalargacha switchasi borligi bizga juda ham yoqdi. Bundan buyog'iga albatta diagnozni aniqlab, bu ishlarni ham o'zimiz yo'lga qo'yamiz. Qadrdonlar, hozirgi avzorimiz reklama haqida emas, bizni 4-avtomashinasini qo'ydirayotgan mijozimizni fikrlarini bilish haqida bo'ladi. Aka, avvalambor yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Bizga 4-mashinangizni olib kelyapsiz-a? Bu o'zingizning mashinalaringiz bo'lganmi yoki aka-uka oshna og'ayniki bo'lganmi? O'zimning shaxsiy ikkinchi mashinam. Bittasi ukamga olganman, bittasi akamga olganman. To'ralasini ham shu yerda qo'ydirganman. Hammasi Cobalt. Hammasi Cobalt. Aka, boshidan savol beraman. Birinchi bizni qayerdan ko'rib kelgansiz? Instagram tarmog'ida ko'rib kelganman. Bizga qo'yib bergan uskunalarimizda qanaqadir muammolar bo'ldimi yoki qanaqadir plyusi, minus haqida ochiq gapirib berasiz? Minus tomoni bo'lgan, Xudo xolasa, yaxshi yuryapti har doim. Servis xizmatlar ham zo'r, garantiyasi ham bor. Bir marta bittasini filtrni alishtirib bergansizda, qolgani hammasi cho'tki yuribdi. Hali ham almashtirmasa yuribdi. Yo'q, yuribdi, Xudoga shukr, rahmat. Aka, bizga ishonch bildirganingiz uchun sizga alohida rahmat. Xudo xolasa bundan buyog'iga ham o'sha sifatni yo'qotmagan holatda o'shanday garantiyalarimiz 1 yil kafolat hamda 1 yil servis xizmatida kerak bo'lsa orqasida turib berishlikka oxirigacha harakat qilamiz. Inshaalloh. Ishonch uchun alohida tashakkur. Rahmat sizlarga.